Banklarimizda o'zbek so'mini chet el valyutasiga ayirboshlash uchun sharoitlar yaratilgan bo'lsa-da, ayrim qo'shtirnoq ichidagi tadbirkor kimsalar shahar markazida turib olib, ushbu xizmatni imi-jimida amalga oshirib, bu ham yetmagandek, mijozning naqd pulidan qayirib qolish holatlari uchramoqda. Bu jamoatchilikni ham haqli e'tirozlariga sabab bo'ldi. Farg'ona shahar Ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan olib borilgan tadbir davomida ana shunday shaxslar qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 5-fevral kuni Farg'ona shahar Pahlavon Mahmud ko'chasida joylashgan bozorda mana bu jabrlanuvchilar 100 AQSh dollari miqdoridagi valyutani o'zbek so'miga ayirboshlash maqsadida kelishgan. Biroq unda biron pulfurush 400 ming so'm miqdoridagi pullarni qayirib, ularni qo'liga 830 ming so'm tutqazgan. Ular pulni sanab ulgurmay, pulfurush voqea joyidan ketib qolganligi ma'lum bo'lgan. Tezkor tadbir davomida ushbu qilmishni sodir qilgan 1977-yilda Marg'ilon shahrida tug'ilgan shaxs aniqlandi va qo'lga olindi. Farg'ona shahar dehqon bozoridagi noqonuniy ayirboshlashimizga qattiq pushaymondaman, uzurimni so'rab qolaman. Bundan tashqari, Farg'ona shahar Ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirlar davomida noqonuniy ravishda valyuta ayirboshlash bilan birga fuqarolarning ishonchiga kirib, qayirmachilik bilan shug'ullanib kelayotgan shaxslar ushlandi. O'zim afsusdaman, takrorlamaslikka so'z beraman. Mazkur holat yuzasidan Farg'ona shahar Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlariga kirishildi. Ayrim hamyurtlarimiz yo'l usti vaqtidan qizg'onib, mana shunday pul ayirboshlashni ma'qul ko'rish ham noto'g'ri. Yuqorida ko'rdingiz, hech qachon noqonuniy pul ayirboshlalang. Faqat bank orqali amaliyot bajaring. Yuqoridagi kabi holatlarga duch kelsangiz, ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Ogoh bo'ling.